Dunyodagi eng xavfli top 10 ta mushuk zoti. Agar siz uyda mushuk boqmoqchi bo'lsangiz, bu 10 ta mushukni boqmasligingizni tavsiya qilamiz. 10-o'rin Ashera. Ashera qoplonga o'xshagan mushuk zoti hisoblanadi. U savanna va Osiyo leopard mushugining gibridi hisoblanadi. Bundan tashqari u mushuk savannaga juda ham o'xshaydi. Va Ashera degan mushuk zoti bo'lmasligi ham mumkin, chunki u savannaga juda ham o'xshaydi va savannaning boshqacharoq turi bo'lishi ham mumkin. Agar u yaxshi tarbiyalansa, aqlli va odobli mushuk bo'lishi ham mumkin. U xavfliligi yetmagandek juda ham qimmat hisoblanadi. Bugungi kunda uning narxi $50,000 dan $125,000gacha bo'ladi. Shuning uchun bu mushukni faqat boy odamlargina boqa oladi. U mushuk dunyodagi eng qimmat mushuk turidir. Uning dumini uchi va quloqlarini oxiri qora rangda. Uning dumi ham uncha uzun emas, kalta. U mushukni o'lchami juda ham baland, 50 santimetrgacha balandlikda bo'ladi. Mushuk katta bo'lgani uchun uni bo'yniga bo'yinbog' taqib, itlar kabi sayr ham qildirishadi. U mushukni oq rangli turlari ham mavjud. U suv o'ynashni juda ham yaxshi ko'radi. Sababli u boshqa mushuklarga o'xshamaydi. Mana rasmda ko'rib turganingizdek, chap tomonda savanna, o'ng tomonda Ashera. O'xshashini ko'rib oldingiz. 9-o'rin savanna. Savanna afrikalik serval va uy mushugining chatishmasi hisoblanadi. Ko'pchilik odamlar savanna gepardga o'xshagani uchun uni boqishni xohlashadi, ammo u yovvoyi mushuk turi va shuning uchun servalga uy mushugini qo'shib savannani hosil qilishgan. Lekin u baribir yarim yovvoyi va xavfli mushuk hisoblanadi. Begona odamlarga nisbatan juda ham tajovuzkor va ular hatto bolalar bo'lsa ham, shuning uchun savannani ayrim mamlakatlarda boqish taqiqlangan. U mushuk juda ham qimmat hisoblanadi va u ham Asheradek baland va uzun. Dumi kalta emas, uzun. Quloqlari esa katta va yaxshi eshitadi. Ko'zlari ham yaxshi ko'radi. Va tishi ham juda katta va uzun. Uni gepardga o'xshab yo'l dog'lari bor. Agar siz savannani uyda qoldirib, o'zingiz biron joyga ketsangiz, qaytib kelganingizda uyingizni boshi osmondan desak ham bo'ladi. U mushuk yolg'iz qolishni yomon ko'radi. Va stul, shkaflarning ustiga chiqib, narsalarni sindirishni yaxshi ko'radi. 8-o'rin Manul. Manul yovvoyi mushuk zoti hisoblanib, uni uyda boqib bo'lmaydi. To'g'ri, u yoqimtoy, paxmoq va uncha katta emas, lekin baribir u tajovuzkor, yovvoyi va yirtqich. U leopardga uzoq qarindosh hisoblanadi. Bundan tashqari, manullar xalqaro qizil kitobga kiritilgan va yo'qolib ketish xavfi ostida. Uning lotincha nomi Actacalubus manul. Bu xunuk quloq degan ma'noni bildiradi. Yana bir nomi esa Pallas mushugi. Leopardning uzoq qarindoshi va jamiyatimiz uchun mos hayvon emas. Manul 7-o'rin Maine Coon. Maine Coon tijoriy maqsadlarda klonlashtirilgan dunyodagi birinchi jonivor hisoblanadi. Maine Coonning juda ham ko'p ranglari bor. Kulrang, oq, eng mashhuri esa sariq. U mushuk Slousonga o'xshaydi. Juda paxmoq va quloqlari uchlik. U og'ir vaznli mushuk turi hisoblanib, 9 kilogramm va undan ham ortiq bo'lishi mumkin. Bo'yi ham jami hisoblasa, u og'irligi ham, balandligi ham, uzunligi ham 1,5 yoshli bola bilan bir xil. Mushukning juda ham ko'p turlari bor. Boqiladigan eng paxmoq va jundor mushuk bu Maine Coondir. Maine Coonning asosiy rangi sariq rang hisoblanadi va Maine Coon
Harry Potter filmidagi Norris xonimning mushugi sifatida dong taratgan. 6-o'rin Chauzi. Chauzi olovrang, qizil, oq jigarrang tusda bo'ladi. U ko'rinishdan pumaga ham o'xshab ketadi. Uning ichi qora, quloqlari esa ancha katta va yaxshi eshitadi. Bu mushuk qamishzor mushugi va uy mushugining chatishmasi hisoblanadi. Qamishzor mushugi xavfli yovvoyi hayvon hisoblanadi va shuning uchun Chauzi ham xavfli mushuk. Yosh bolasi bor oilalarga Chauzini boqish tavsiya etilmaydi. U yarim yovvoyi mushuk hisoblanib, abissinga juda ham o'xshaydi. 5-o'rin qamishzor mushugi. Qamishzor mushugining yana bir nomi Feldchaus va yana uni botqoq silovsini ham deyishadi. Nomidan fahmlasa ham bo'ladiki, u botqoq, ko'l va daryolar bo'yida yashaydi. U qadimgi Misrda juda ham ulug'vor mushuk hisoblangan va uni toshga o'yib rasmlarini ham chizishgan. Yovvoyi va xavfli mushuk bo'lgani uchun uni boqadigan odamlar kamdan kam topiladi. U asosan kemiruvchilar va qushlar bilan oziqlanadi. 4-o'rin Bengal. Bengal mushugi Osiyo leopard mushugi va mushugining gibrididir. Uni terisi xuddi leopardlarnikidek. Uni boshqa mushuklardan yagona ajralib turadigan Bu turning yana bir u suzishni yaxshi ko'radi. U mushuklar juda harakatchan, faol va juda o'ynoqi bo'lishadi. Toza Bengal mushuk zoti xavfli mushuk hisoblanadi. 3-o'rin Mekong bobtaili. Mekong bobtailini talant bobtaili ham deyishadi. Bundan fahmlash mumkinki, u Janubiy Sharqiy Osiyodan kelib chiqqan. U mushukni tanasi oq rangda va panjalarining uchi, boshi va quloqlari qora rangda. Ba'zi Mekong bobtailining turlari oq ham bo'lishi mumkin. Ko'zlari ko'k, qorachig'i dumaloq. Bu mushuk ham o'zini itlar kabi tutadi. U ko'rinishdan Siam mushugiga juda ham o'xshab ketadi, ammo dumi kalta. Uni boshqa mushuklardan ajralib turadigan yagona xususiyati kalta dumidir. Shuning uchun u mushukni tanish qiyin emas. Mushukni bemalol bo'yniga tasma taqib sayrlarga olib chiqsa ham bo'ladi. U sakrashni, yugurishni juda ham yaxshi ko'radi. U juda ham chaqqon, tez va o'yinqaroq mushuk. 2-o'rin O'rmon mushugi. O'rmon mushugi Yevropada keng tarqalgan hisoblanadi va u uy mushugiga juda ham o'xshaydi, ammo biroz katta, dumi kalta va momiq. Terisi esa kulrang sarg'ish va qora chiziqlari ham bor. Uni deyarli hech kim uyida boqmaydi, chunki u yovvoyi tajovuzkor mushuk turi. U asosan mayda kemiruvchilar, qushlar bilan oziqlanadi va daraxtga chiqib, qush polaponlari, tuxumlarini ham yeydi. U juda ham chaqqon, qiziqqon va tez yuguradigan mushuk turi. Uni quloqlari juda ham yaxshi eshitadi va ko'zlari ham zo'r ko'radi. Dumini uchi va boshining tepa qismi qora rangda. Ular uy mushugiga qaraganda ancha katta va kuchli. Asosan tunda faol bo'ladilar. U mushuk odamlar uchun ham xavfli. U tajovuzkor mushuk turi hisoblanib, hech qachon qo'lga o'rganmaydi. Hatto uni yosh bolaligidan boqsa ham. U faol va chaqqon, albatta yovvoyi. 1-o'rin Serval. Serval mushugi yuqorida aytib o'tgan savanna mushugining ajdodidir. U yaxshi eshitadi, panjalari baquvvat, ko'zi yaxshi ko'radi va balandga sakray oladi.
U gepardga juda ham o'xshaydi, ammo dumi kalta, quloqlari katta va geparddan ancha kichik, ammo juda tez yuguradi, balandga sakraydi va juda ham panjalari baquvvat. U yovvoyi bo'lgani uchun deyarli hech kim u mushukni uyda boqmaydi. Shunday qilib, bugungi ro'yxatimiz shulardan iborat edi.